11 xat risalatu tahniatin bimunasabatil Eid. Eid yoki hayit yoki bayram munosabati bilan tabrik xati. Sodiqatil g'oliyatu Nur. Qimmatli do'stim yoki qadrli dugonam Nur. Kulla amin va anti bi alfi khayrin. Kulla am va anti bi alfi khayrin degani so'zma so'z har yili sen minglab yaxshiliklar ichida bo'lgin deyapti. Uhanniuki min kulli qalbi. Mashkulla va anti bi alfi khayr. Shunga ozgina to'xtalib bu o'zi tabrik uchun aytiladi. Bayramlarda aytiladigan narsa. Kulli am va anta bi khayr. Kulli am va anta bi alfi khayr mana. Tabrik uchun aytiladigan so'z, ya'ni har bir yil senga yaxshiliklar bilan qaytib kelsin degan ma'nolarda ham bor yoki har yili sen yaxshi holatda qaytib kelishini so'rayman. Xullas, har bir yiling senga yaxshiliklar olib kelsin degan ma'nodagi tilak. Bu odatda faqat bayramlarda. Kulli am va anta bi khayr. Yoki bi alfi khayr. Har bir yil senga minglab yaxshiliklar olib kelsin degan. Uhanniuki min kulli qalbi bi munasabati hadha al-Eid al-mubarak. وأتمنى لك أياما مليئة بالفرح وقلوبا صافية وأوقاتا تجمعك بأحبابك في محبة وسعادة لا تنتهي. أهنيك من كل قلبي بمناسبة هذا العيد المبارك. Bu muborak bayram munosabati bilan chin qalbimdan, min kulli qalbi, chin qalbimdan yoki butun qalbimdan, biz chin qalbimdan seni tabriklayman va laki senga ayyaman maliyatan bil farah va quluban sofiyatan va awqatan tajma'u bi ahbabiki fi amhadi saadatin la tantahi. Hozir oxiridan kechsam bo'ladi. Tuganmas la tantahi. Tuganmas baxt, saodat va muhabbat ichida seni yaxshi ko'rganlaring bilan jamlaydigan vaqtlar va sof qalblar va xursandchilik bilan to'la kunlarni tilayman deyapti. Kam atamanna law kunna ma'an hadha al-Eid natabadal لو كنا معا هذا العيد نتبادل الضحكات والهدايا ونجلس سويا كما اعتدنا في الأعياد الماضية. كم أتمنى qanchalik xohlayotganimni bilsang edi deyapti. لو كنا معا هذا العيد. Bu hayitda birga bo'lganimizda edi. Yoki bu hayitda birga bo'lishimizni qanchalik xohlayotganini bilsang edi. Yoki bilsang edi oxirida aytsam bo'ladi. Bu hayitda birga bo'lishimizni va natabadalud dohkat val hadaya, kulgular va hadyalar almashishimizni va najlis saviyan kama i'tadna fil ayadil madiya debdi. O'tgan hayitlarda, o'tgan bayramlarda bayram nishonlaganimizdek birgalikda o'tirishimizni qanchalik xohlayotganini bilsang edi. Al-Eidu la yaktamilu biduni man nuhibbu va wujuduki daiman kana yudfi alayhi ta'man khassan va ruhan ajmala. Al-Eidu la yaktamilu biduni man nuhibbu. Hayit ya'ni bayram biz yaxshi ko'rganlarsiz, biz yaxshi ko'rgan kimsalarsiz la yaktamilu mukammal bo'lmaydi. Va vujuduki va sening borliging,
sening borliging doimo kana yudghi alayhi ta'man xossan va ruhan ajmal debdi. Chiroyli ruh va o'ziga xos ta'm yoki ko'rk bag'ishlagan unga deyapti, bag'ishlar edi deyapti. Sening borliging unga doimo, ya'ni bayramga demoqchi, bayramga doimo chiroyliroq ruh va o'ziga xos ta'm yoki zavq bag'ishlar edi, qo'shar edi, yulfi qo'shar edi deyapti. Atamanna laki aydan saidan birifqati ailatiki va an tan'amiya birahatil bal va sihhatin daimatin sihhatin daimatin bunga qo'shib o'tsa ham bo'ladi yoki atamanna lakiga qo'shib o'tirib va sihhatan daimatan desa ham bo'ladi. Va najahatin mutataliyatin yoki mutataliyatan desa ham bo'ladi. Birohatil balga qo'shsangiz mutataliyatin deysiz, aydan saidanga qo'shadigan bo'lsangiz najahatin mutataliyatan deysiz. Senga aydan saidan birifqati ailatik, oilang davrasida baxtli hayit yoki hayitni yaxshi o'tkazishingni va antan ame birohatil bal va ko'ngil xotirjamligini, ko'ngil xotirjamligi antan amiya birohatil bal ko'ngil xotirjamligi o'zi. Antan amiya degani bu fe'l shu bilan ko'ngil xotirjamligi bilan o'zi asli ko'ngil xotirjamligi bilan boshqa narsani ko'rmay qolish degani. Ko'ngling xotirjam bo'lib, g'am qayg'ularni ko'rmay qolishingni degan ma'no bor bu yerda. Shuning uchun oddiylik o'zi aslida oddiy qilib ko'ngil xotirjamligini deb ketilaveradi. Lekin so'zma-so'z antan amiya nimaga kelyapti desa, ko'rolmay qolishingni deyapti. Ya'ni hayot qiyinchiliklari, mashaqqatlar, g'am qayg'ularni ko'rolmay qolishingni, birohatil bal. Qalbing xotirjam bo'lib, unaqa yomon kunlarni ko'rmasligingni degan ma'no bor. Ne tilayman deyapti. Va sihhatan daimatan va doimiy sog'lik tilayman va najahatin mutataliyatan va ketma-ket davomiy uzluksiz muvaffaqiyatlar tilayman deyapti. Va la tansay an tursili li suvarol hulviyat fa ana ashtaqu li tariqatiki al-khassati fi tahdhiril ma'mud. La tansay an tursili li suvarol hulviyat. Menga shirinliklarni suratini yuborishni unutma. La tansay, unutma. Fa ana bas men ma'mul tayyorlash deyapti. Ma'mul tayyorlashdagi ma'mul ularda pirojniyni bitta turi ekan, pishirig'i bitta turi. Ma'mul degan pishiriq tayyorlashdagi o'ziga xos uslubingni sog'indim deyapti. Ayduki muborak ya ag'lal asdiqo. Va taqabbalallohu ta'atiki bo'ladi. Ta'atiki va ja'ala ayyamaki kullaha a'yadan. Ayduki mubarakun ya ag'lal asdiqo. Ey do'stlarning eng qimmatlisi, eng qimmatli do'stim. Siz ey do'stlarning eng qimmatlisi. Bayraming muborak bo'lsin. Va Alloh taqabbalallohu ta'atiki. Va Alloh taolo seni toat ibodatlaringni qabul qilsin. Va ja'ala ayyamaki kullaha a'yadan. Va kunlaringning hammasini bayramlar qilsin deyapti. Mahabbati daimatu mahabbati daimatu
Mening muhabbatim doimiy. Ya'ni doimiy muhabbat bilan demak desam bo'ladi. Doimiy muhabbatim bilan Sara deyapti. Shu bilan mana 11-xato.